Hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab, baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi, hali o'rganmagan narsasi yana keyin yo'lga chiqsa, ro'parasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishni. Hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi